Hop, assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Hop, Zubir Agriglobi 1105 minik traktorimiz tayyor. Xudoga sana bu yoqda tayyor, ichkarida tayyor. Hop, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yosh bola ham bemalol haydab soqqalarni qilsa bo'ladi. Faqat o'rganib, tushunib olsa bo'ldi. Layklarni bosamiz, ayamaymiz. Manzilimiz Yakkabog' tumani. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani. Xo'p. Yakkabog' Pirpusga Sharsabzga qarab yurishda 3,5 km yurganda 10 qo'lda, Sharsabzdan kelishda Beshkaltak metandan 1 km o'tganda chap qo'lda Yusuf Moto do'koni. Akalar bemalol kelaverasizlar. Xo'p, bundan tashqari mana Agriglobi 254 Turix Tour 3 porshinli kardonda harakat qiladi, komplektida frizasi bor. Mini traktorlarimiz juda chiroyli narxlarda qilib beradi, faqat Yusuf Moto do'koni. Va shu udari zo'ridan faqat bizda bo'ladi akalar. Sifatda adashmaysizlar. Xo'p, buni narxi 81 million so'm, buni narxi 30 million so'm. Boshqa 1105 traktorlar bilan ancha-muncha farqi bor akalar. Materialda farqi bor. Bemalol ustiga chiqib, yo bismillah, mana. Bemalol ustiga chiqib, sakrab o'ynab ko'rsak bo'ladi, hech narsa qilmaydi.